Shu payt yoshligim esimga tushib ketdi. Biz o'qigan maktab, sinf rahbarimiz Xolida opa 2 yil burun qazo qilganlar. Maktabimiz hozir bormi, yo'qmi bilolmadim. Buzilib ketgandir u. Dunyoning ishlari qiziq ekan. Birov oldin, birov keyin ketar ekan. Agar e'tibor bersangiz, biz bu yerda 6 tamiz. Chapdan ikkinchi turgan do'stimiz Ravshanjon Afg'onistonda halok bo'lgan. Shunday qilib biz 5 kishi qoldik. Aytgancha yigitlar. Esinglardami, bir paytlar Bo'rovoy degan bola bo'lardi. Maktabga ketganimizda doimo pul talab qilardi. Shu bola yo'q ketdimi? Bilmaysizlarmi? Bilmadim. Xayr, nachalnik. Omon bo'linglar. Bu dargohni endi yelkami chuqur ko'rsin. Jo'na. Taqdir taqozosi bilan